viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi shaxsiy tarkibi kechki yo'riqnomaga sarflandi. Axborot beruvchi kapitan David. Va alaykum assalom. Andijon viloyati hududida xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri doirasida tungi reydlar tashkil qilingan. Asosiy e'tibor shu tungi vaqtlarda hujjatsiz, davlat raqam belgisiz avtotransport vositasini boshqargan haydovchilarga nisbatan belgilangan tartibda choralar ko'rilmoqda. Tentra rusumli transport vositasi to'xtatilganda haydovchini og'iz bo'shligidan, alkogoldan mastlik holatidan shubha qilib, ya'ni alkotester moslamasi orqali kuzatganmiz. Ya'ni 1000dan 870 atrofida ichganligi aniqlandi. Transport vositasi ma'muriy bayonnoma haydovchiga nisbatan tuzildi. Transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib ketilyapti. Maxsus tungi reyd tadbirlari davomida ushbu 12 rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda haydovchi hali haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi aniqlandi hamda o'ziga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarib kelayotganligi aniqlanib, hozirda holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilmoqda. Ekopark oldida to'xtatilib tekshirilganda transport vositasiga ruxsatsiz qayta jihozlashtirilgan, ya'ni propan gaz balloni o'rnatilgani aniqlandi. Bu bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, vaqtinchalik jarima maydoniga ta'minlashga harakatlanyapmiz.